Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Mana bugungi ishimiz Shahri-Tuz 1-may. Darvozaxonalarimiz o'rta burchak gul o'rnatilgan. Shapka qismlari hammasi yangi fasonda bo'lgan. Frontollarimiz men sizlarga shu bugungi kundagi narx-navolarni aytib o'tsam, bu yerda qilgan ishimiz narx-navolari materiallari bilan 120 so'mdan bo'lgan. Arzon, qimmat variantlari ham bor. Siliflari ham o'rnatib ketilgan. Mana orqa tomonlari ham bo'lgan. Mana kimgaki shunaqa tunka funksiyalar kerak bo'lsa, shu ekraningizdagi telefon nomerlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Aziz tomoshabinlar, kimki agar kanalimizga yangi bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Bundan keyin ishimiz Panjakentda bo'ladi, xudo xolasa. Mana aziz tomoshabinlar, frontolarimizdan bo'lgan. Sog' va salomat bo'lasiz aziz tomoshabinlar.